Music'da eng ko'p ko'rilgan kliplar top 10 taligi. Sentyabr 2025-yil. Top 10 taligimizda 10-o'rin. Hoji Akbar Haydarov, Ola kelgil. Sherxon, do'stim, bormisan, yaxshimisan, qalaysan? Sherxon do'stim, bormisan? Tuzingmisan, do'stim? Do'stim keldi. O'zgarib ketsanmi? Ayt, meni qo'y, yangilikda eshitdingmi? Nima bo'ldi? Aniq Chemor Zarnigor. Nima bo'ldi? O'shani sovchi kelib qo'ymayapti. Hazillashmagin? Tezroq yugur, ulgurmaysan. Buncha zibo, buncha dilkash tog' darasi, yiroqdan ham ko'rinmaydi yor qorasi, yor qorasi, yor qorasi. Qishlog'imda go'zallar ko'p, ammo do'stlar bizni janon shu qizlarning eng sarasi, eng sarasi, eng sarasi. Daryo oqib ko'piradi, usulida nelar deydi gapiradi. Daryo go'yo anglaganday dilginamni, bir o'zingsan qani yoring deb so'radi, deb so'radi, deb so'radi. Daryo go'yo anglaganday dilginamni, bir o'zingsan qani yoring deb so'radi, deb so'radi, deb so'radi. Gaplar sola kelgin, intizorman yo'llaringga sarvi nozim. Kelar bo'lsang yuragimni ola kelgil, ola kelgil, ola kelgil. Kelar bo'lsang yuragimni ola kelgil, ola kelgil, ola kelgil. Sanmisan o'sha? Men bunga sovchi qo'yganman da. Nima qilib sovchi qo'ygan bo'lsa? Men 4 yillik qizim bo'ladi, tushunyapsanmi? Sen manikisan. Senga o'lsam ham tegmayman. Sappa bo'lman uka. O'liga hech narsani ko'rganim yo'qman. Rostdan. Top 10 taligimizda 9-o'rin. Shavkat Zulfiqor, bir qop pulim bo'lsa. Qo'shnimiz Qodir aka bor-ku. O'shalar hashamatli uy qurishibdi. Yana-chi?
BMW mashina ham olishibdi. Aytgancha sizni soat 2da uy to'yiga chaqirishdi. O'shanga chiqing-a dadasi. Mayli, bizga ham nasib qilsin. Bir qop pulim bo'lganda o'zim bilardim. Xudoyim, rost ekansanmi? Sobir aka, kim? Uydamisiz? Yo'q, yo'q edilar uyda. Qatga ketganlar. Ketuvdilar oshga. Ha, mayli, keyinroq chiqarman. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. Eng yangi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa shuni qilardim. Ehtimol boylarga boylardek boqib, kambag'al g'aribning ko'ksin tilardim. Koshona hovlida kerilib yurib, qo'shnimning holidan mag'rur kulardim. Mansabga alishar edim do'stimni, otamni eslamas edim ehtimol. Turfa xil gullarga o'rnini berib, kesilib ketardi otam ekkan tol. Onamga oltin zar libos kiydirib, so'ngida otardim tana toshini. Yetimga bir burda qora non berib, so'ng urib yorardim sho'rlik boshini. Tilab kelgan shirin o'g'limning yuziga shapaloq tortardi qo'lim. Dunyoning mehriga to'ydim bas desam, yuz burib ketardi hattoki o'lim. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bunday balodan asragin Alloh. Iymonim but qilgin, sabr bergin u shayton changalidan asragin yiroq. Doktor, O'g'lim ahvoli xullas, nima yangilik? Farzandingiz bosh miya tomiridan qattiq zarba yegan. Endi u katta ehtimol bilan gapira olmasligi mumkin. Siz xonamga kiring. hammasiga o'sha orzu qilgan pullaringiz sababchi. Endi bolamiz bir umr nogiron. O'sha orzu qilgan pullaringiz bolamizni tuzatib bera oladimi? Yo'q. Tuzata olmaydi. Endi siz bilan ajrashaman. Voy Xudoyim. Dadasi? Ovqat tayyor. Dada! Pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bir qop balo
balodan asragin Alloh. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bir qop balodan asragin Alloh. Top 10 taligimizda 8-o'rin. Best guruhi Jozibali cover. Seni ko'zlaring sehrli, o'ziga tortadi shunchali. Jozibador raqslaring, endi ko'rdim tanimay xalli. Ko'zlarim sehrli, o'ziga tortmasin sani. Yaxshi bilmaysan meni xali, juda o'jar qaysarman. Ha, atrofimda hamma parvona. Senga o'xshaganlar juda ko'p. Ortimdan yurma, meni kuzatib yurma. Ovora bo'lma, men baribir ketmayman. Ey qizaloq, seni ko'rishlaring chiroyli biram. Qaragin yigitcha, menga yetish osonmas. Ko'zlaring ko'zimga tushar shu onda, hayajondan tilim aylanmay qolar. Seni ko'rsam, ey yonimda ko'p yurma, to'xta asabimga tegma. Undan ko'ra ko'nglim olgin, qo'lingdagi nima pul? Orqangdan yugurib charchab ketibman, nozlama ko'p o'zingni olaverma. Bir qo'lda gul, unisida rul, yo'lga haromiyman ola qolgan. Ha, atrofimda hamma parvona. Senga o'xshaganlar juda ko'p. Ortimdan yurma, meni kuzatib yurma. Ovora bo'lma, men baribir ketmayman. Ey qizaloq, seni ko'rishlaring chiroyli biram. Qaragin yigitcha, menga yetish osonmas. Ko'zlaring ko'zimga tushar shu onda, hayajondan tilim aylanmay qolar. Seni ko'rsam, seni ko'rsam. Ko'zlaring ko'zimga tushar shu onda, hayajondan tilim aylanmay qolar. Seni ko'rsam, seni ko'rsam. Top 10 taligimizda 7-o'rin. Shavkat Zulfiqor va Erkin Xudoyqulov 5 o'g'il. Qaytish kerak edi uyga. Shunda ovqatlanishga vaqtida chiqadi odam. Kecha ishdan kech keldim. O'shanga ozgina dam olgandim. Ha, bo'pti. Ol choy. Xo'p. Aytaman. Xullas, bu hovlini sotamiz. Hammamiz hovliga tiqilib qoldik. Yangi qurilayotgan uylardan olamiz. 2 xonali uylardanmi? Alohida yashasak, menimcha biz hech kim urushmaydi. To'g'rimi? Albatta, to'g'ri aytasiz. Yaxshilikka yaxshi qo'yi, lekin bu ota-onamizdan qolgan hovli bo'lsa, chirog'ini yoqib o'tirsa yaxshi bo'larmidi deyman-da. Undan keyin men qayerga borib yashayman? Men seni nima, ko'chaga tashlab qo'yamanmi? Men uyimda yashaysan. Mana to'g'ri. Akalaring bor. To'g'ri. Ko'chada qolmaydi. Biznikiga kelgan. Menga qarang Shohruh, kattalar gapirganda xo'p desangizchi. Ko'chada qolib ketayotgan joying yo'q-ku. Hovli katta-yu. Bitta hovliga sig'mayapsizlarmi? Aqllilik qilmagin. Kichkina bo'lib. Gap tamom. Bugun e'lonni osasizlar. Bo'ldi. Uyni sotamiz. Siz otamiz o'rnida otasiz aka? Albatta. Bilganinglarni qilinglar. Shohruh. Qayoqqa Shohruh? E'tibor bermaydi. O'ziga kelib qoladi.
70 yulduz yog'ilib yarim oycha to'lolmas 7 yanga yig'ilib bitta ona bo'lolmas ona tirik ishga g'urbat yaqin yo'lolmas mening esa bag'rim qon vayronaman onajon vayronaman onajon garchi biz yosh g'o'r edik siz bor biz ham zo'r edik bir mayizni 5 o'g'il teng bo'lishib yer edik yo'q talasak xat so'zni onam aytsin der edik shmo endi u zamon hayronaman onajon hayronaman onajon urda ham men qirda ham ko'ylagimda tugmam yo'q tugmam bo'lsa akir yoqam 4 yangamga qo'shilib turtkilaydi 4 akam o'z uyimda jonajon begonaman onajon begonaman onajon yo'qligingiz qadamda turar shunday bilinib non yopmaysiz tonglari menga kulcha ilinib sarg'ayaman sarg'aygan rasmingizga termilib ziyo istab zor qaqshab parvonaman onajon parvonaman onajon aka kechirasiz chekishdan bormi yo'q uzr chakmayman aka kashalogini qara ey senga ham kerakmi bo'ldi ketdi yaxshimisiz uy to'rida tol beshik akam yotgan men yotgan sherdek kelbatli 5 o'g'ilga asqotgan qaytib kirib bo'lsaydi bo'lardim jon deb qaytgan men bu joyni hammadan qizg'onaman onajon qizg'onaman onajon 70 yulduz yog'ilib yarim oycha to'lolmas 7 yanga yig'ilib bitta ona bo'lolmas ona tirik ishga g'urbat yaqin yo'lolmas mening esa bag'rim qon vayronaman onajon vayronaman onajon vayronaman onajon o'g'lim bu xatni o'qiyapsanmi demak men seni hozir yoningda emasman sen albatta o'z maqsadlaringga erishasan men senga ishonaman akalaringdan xafa bo'lma nima bo'lgan taqdirda ham ular seni jigarlaring uka bizni kechir yangi uy olamiz deb mashinalarga aldanib qoldik endi pulam yo'q uyam yo'q seni dilingni ortib o'zimiz ko'chada qoldik kechir bizni biz seni yaxshi ko'ramiz kelinglar jigarlarim
Top 10 taligimizda 6-o'rin Shahrizada, Kaniza, Qaltirataman. Noz bilan qarashlarim, sonlanib yurishlarim, kulishlarim, kelishlarim qaltiratib qo'yadi. Shirin shirin dudoqlarim, olov olov quchoqlarim, tegsa labingga lablarim qaltiratib qo'yadi. Buzib o'y xayolingni, to'ydiraman holingni, tizza va oyog'ingni qaltiratib qo'yaman. Mana qomatim, ishq to'la tarovatim, shudam mening odatim qaltiratib qo'yaman. Bilmaysan-da sen bani, ey jinni qilaman seni. Bir qarashim ming tani qaltiratib qo'yadi. Shirin shirin dudoqlarim, olov olov quchoqlarim, tegsa labingga lablarim qaltiratib qo'yadi. Buzib o'y xayolingni, to'ydiraman holingni, tizza va oyog'ingni qaltiratib qo'yaman. Mana qomatim, ishq to'la tarovatim, shudam mening odatim qaltiratib qo'yaman. Buzib o'y xayolingni, to'ydiraman holingni, tizza va oyog'ingni qaltiratib qo'yaman. Mana qomatim, ishq to'la tarovatim, shudam mening odatim qaltiratib qo'yaman. Top 10 taligimizda 5-o'rin Sanjar Bolbekov, Ulgur. Boshimdan oshgan bu ishim deysanu, to'rt tomonimda tashvishim deysanu, endi o'zim uchun yashay desangu, vaqting yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan? Ulgur, onang bo'lsa ko'nglini olishga ulgur, otang bo'lsa duosini olishga ulgur, o'zing uchun bir on yashashga ulgur. Ulgur, onang bo'lsa ko'nglini olishga ulgur, otang bo'lsa duosini olishga ulgur, o'zing uchun bir on yashashga ulgur.
qahraton dema, bahor kelsa bari o'zgarar dema, hayot dengizida sen suzgan kema, ichi suvga to'lsa nima qilasan? Sog' bo'lsa taning, haqqing yo'q nolishga, bugun ulgur dilingdagi bor ishga, Xudo ko'rsatmasin boshing bolishga, bog'lanib qolsa nima qilasan? Ulgur onang bo'lsa ko'nglini olishga ulgur, otang bo'lsa duosin olishga ulgur, o'zing uchun bir on yashashga ulgur. Ulgur onang bo'lsa ko'nglini olishga ulgur, otang bo'lsa duosin olishga ulgur, o'zing uchun bir on yashashga ulgur. Top 10taligimizda 4-o'rin. Anvar Nishonov. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang ilohim. Dadasi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi onasi? Men odam urib yubordim dadasi. Nima? Qayerda? Bilmayman, qattiq qo'rqqanimdan qochib ketdim dadasi. U odam o'liymi, tirikmi bilmayman hattoki. Ular meni orqamdan quvlab kelishyapti. Endi men nima qilaman dadasi? Bo'ldi, tinchlan. Men bo'ynimga olaman. Kelishdi dadasi. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum, kapitan Tesha. Assalomu alaykum. Keling. Mana bu mashina sizga tegishli emasmi? Boshqa guvohlar yo'qmidi? Ha. Siz mashinangizda odam urganlikda ayblanasiz. Guvohlarimiz bor. Marhamat qilib idoraga yurishingizni so'raymiz. Dadasi. Hammasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mayli, xafa bo'lmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Kimda daromadu, kimda malomat, ko'rmagan deb bizga tosh otmang doim. Nima bo'lganda ham tilayman omad, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Ortimdan gapirib shum bo'lsangiz ham, yuzma yuz kelganda gum bo'lsangiz ham, og'ir bo'lavering kim bo'lsangiz ham, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Og'ir bo'lavering kim bo'lsangiz ham, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men yurgan yo'llarda yurmang iloyim. Qadringizni yerga urmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Nishonov, yaxshi chiqib oldingmi? Hammasi ortda qoldi degan umiddaman.
Bilasan, endi ishga kirishing kerak. Daromadingdan foiz to'lashing kerak. Keyin shu ham muammo bo'lmasin. Boshqa unaqa sho'xlik qilma. Yaxshi dam ol, sog' bo'l. Ha, aytgandek, aniq ishga kirgina. Yaxshi. Bo'lmasin uyda-yu ishingizda g'am. Tinch bo'ling, bor bo'ling, ey akam, ukam. Xudodan so'rayman, tushingizda ham. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Xudodan so'rayman, tushingizda ham. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Sinov maydonidir dunyoning o'zi. Sabrdan yo'lar peshona tuzi. Do'stu dushmanga ham Anvarning so'zi. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Do'stu dushmanga ham Anvarning so'zi. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men yurgan yo'llarda yurmang iloyim. Qadringizni yerga urmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Allo. Anvarjon, yaxshimisiz? Kim edi bu? Tanimadim. Anvar akangiz emas, Sobirov. Anvar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. Hozir shu kitobingizni o'qib o'tirib, bitta she'ringiz juda yoqib qoldi-da menga. Yoqqanidan xursandman. Shuni xohlasangiz birgalikda bir qo'shiq qilsak. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Qahramonimiz 10 yil panjara ortida yashadi. Orzulari bilan uxlab, orzulari bilan uyg'ondi. Uni gap so'zlar sindira olmadi, tuhmatlar yo'q qila olmadi, temir panjaralar ham ruhini qamab qo'ya olmadi. Chunki u bilardi. Eng qora tun ham tongni yashira olmaydi. Mana bugun o'sha tong keldi. Bugun uning sabri g'alabaga aylandi. Top 10 taligimizda 3-o'rin Izzatbek Xoliqov. Bu sevgi yomon ekanda. Qo'ygil meni o'z holimga deb, o'ynashmagil bu jonimga deb, kelmagil bu hayotimga deb, baribir yengdi meni sevgi. O meni dardim ichimda, qutulolmay hech sog'inchimdan, oxiri ayirding tinchimdan, baribir yengding meni sevgi. Bu sevgi yomon ekanda, baxt ertaga gumon ekanda, kun kelib afsus ayrilib, ayrilib, kutilmagan mehmon ekanda. Bu sevgi yomon ekanda, baxt ertaga gumon ekanda, kun kelib afsus ayrilib, ayrilib,
sevgi yaman ekanda, baxt ertaga gumon ekanda. Kun kelib afsus ayriliq, ayriliq, kutilmagan mehmon ekanda. Qara. Tinchlikmi? Top 10 taligimizda 2-o'rin. Mashhurbek Yuldashev, Kapalagim. Muhabbatning savdosi nelarni solmas boshga. Sabr deb sado qaytar boshimni ursam toshga. Haqqini to'layapman o'zim yemagan oshga. To'lamaslik gunohdir, to'lash undan og'irroq. Yuragimni poyiga otim olarmikan deb, tushda chorlab o'ngimda kutdim kelarmikan deb. Yoshim 30dan o'tdi, meni sevarmikan deb. So'ramaslik gunohdir, so'rash shundan og'irroq. Kunduzi chiroq yoqsam yorishmas devaragim. Kechalar shum taqdirni keladi savalagim. Qaylarga uchib ketding bevafo kapalagim. So'ramaslik gunohdir, so'rash undan og'irroq. Kapalagim nega seni tutolmadim oldinroq. Kapalagim endi sevmaslik gunohdir, sevish undan og'irroq. Sochlari tolim oshiqlari shunchami. Ularning bor niyati bag'riga boskunchami. Nogahon shamollardan bu nozik gulg'unchani ayamaslik gunohdir, ayash undan og'irroq. Ayting yolg'iz yurmasin, hech chiqmasin yoriqqa. Birovning ko'zi chiqsa chidolmam bu og'riqqa. Bu oppoq qomat uchun qora sochni sariqqa. Bo'yamaslik gunohdir, bo'yash undan og'irroq. Toshkentga kelin bo'ldi bu qizcha shu desangiz. Eshitsam jonim chiqar sebzor chorsu desangiz. Zo'rg'a yashab yuribmiz, mayli bu desangiz. Chidamaslik gunohdir, chidash undan og'irroq. Kapalagim nega seni tutolmadim oldinroq. Ay, jonim, sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap ekan? Shu desangiz, onamni mazalari yo'q edi. Chet elga davolatishga olib bormoqchi edim. Endi 2 oy yoningizda bo'la olmayman. Shunga yordam bera olmaysizmi? Voy! Rahmat mehribonim. Sizni sevaman. Kapalagim nega seni tutolmadim oldinroq. Kapalagim endi sevmaslik gunohdir, sevish undan og'irroq. Qara. Tinchlikmi?
Assalomu alaykum onajonim. Alaykum assalom. Jonim bolam. Yaxshimisiz? Voy o'zim o'rgilay. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Aka, ming bor uzr. To'yingizda yoningizda bo'la olmadim. Menga qara. Asosiysi kelding. Ha. Shuni o'zi yetadi. Kelin. Baxtli bo'ling. Keling jonim. Qayningizga salom bering. Bir keling salom qilsinchi senga. Ko'p yashang. Top 10 taligimizda birinchi o'rin Bekzod Haqqiyev Sensizman. Bir nima kamdek doim yolg'izlikda tengsizman. Men bilanmisan yorim, sen bilan ham sensizman. Ko'ngildan uzoqdasan, qanday rang bo'yoqdasan, bilmayman qayoqdasan. Sen bilan ham sensizman. Bilmayman qayoqdasan, sen bilan ham sensizman. Sen bilan ham sensizman. Sensizman, sen bilan ham sensizman. Yaqin bo'lmay qay zamon, o'rtamizda bor davon. Eshitildimi yomon, sen bilan ham sensizman. Eshitildimi yomon, sen bilan ham sensizman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ma'rufaga tinchlikmi? Shoshilinch chaqirtirgan ekansiz. Ha, men chet elga ishlagani ketyapman. Biletimni hozirgina qo'limga oldim. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Siz ketsangiz uydagilar meni boshqasiga turmushga berib yuborishadi-ku. Jonim, men bu ahvolimda senga uylana olmayman. Qo'limda ishim yo'q, pulim ham yo'q. Lekin qaytganimdan keyin agar nasib qilgan bo'lsang, meniki bo'lasan. Xo'pmi? Yaqin bo'lmay qay zamon, o'rtamizda bor davon. Eshitildimi yomon, sen bilan ham sensizman. Eshitildimi yomon, sen bilan ham sensizman. Sen bilan ham sensizman. Sen bilan ham sensizman. Ukam, tabriklasang bo'ladi. Ota bo'ldim. Aka, xursandman. Rahmat. Yaxshi Sen bo'lsang amaki bo'lding. Tabriklayman aka. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Ismini bilasanmi nima qo'ydik? Nima ekan? Keling, ukangiz yaxshi odam. Amakisiga o'xshab yursin deb sen ismingni qo'ydi. Bilasanmi? Buni eshitib men ham xursand bo'ldim. Senga o'xshab yursa yomonmi? Ha, uka, meni ishlarim bor edi. Ko'rishamiz, xo'p? Bo'pti.